Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Sadaqa beriki fondi понедельникдан субботagacha 5-dan sham vaqtigacha kam ta'minlangan aileler uchun sadaqa beriki fondi eshigi ochiq bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon qavmi. Mana biz sadaqa beriki fondidan inshaalloh har juma namozidan keyin Qur'on kitobi, Allohning kalami, Qur'oni Karim juma namozidan keyin Qur'on kitobini taratamiz. Onun sharti bor, tek Qur'onni ochib o'qib beru. Har juma kuni juma namozidan keyin. Kelingizlar, alingizlar, inshaalloh savobga sherik bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Ana kungi qo'ygan loyihamiz muhtoj ayollarga kiyim berish loyihamiz prямо qizg'in ketyapti. Agar sizlarda ham mana shunaqa uygalanib yotibdi, xudo xolos agar sizlarda ham shunaqa muhtojlarga, kam ta'minlangan ailelarga kiyiminglar bo'lsa, mana shu yerga olib kelib bersanglar bo'ladi. O'zlari mana shu sadaqa beriki xodimlari kam ta'minlangan ailelarga yetkazadigan bo'ladi. Sizlar bilan sadaqa beriki qori, sadaqa beriki yaxshilik mavjud.